Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Aziz aka-ukalar, bugun bir joyga reshotka uylarni oldiga Master Pirilodan yangi Pirilo ustanovka qilgani keldik va nihoyat ishimizni tugatdik. Men ochiqcha gapiraman, shaxsan meni ishim reshotka qilamanmi, darvoza qilamanmi, kachili qilamanmi, bozordagi narxdan qimmat, pachti bir barobar. Nima uchun qimmat? Sababini aytaman men sizlarga. Buni hozir kadrlarda ham qisqa qilib qo'yib ketishimiz mumkin. Bizni nima uchun bizni narximiz baland? Birinchidan aziz aka-ukalar, bitta narsani siz tushuning. Bizni birinchidan materiallarimiz baquvvat va qimmat. Ikkinchidan Tojikiston, Eron, Xitoy, O'zbekiston 4 ta davlatdan bizni temirlarimiz keladi. 4 ta davlatdan, bitta Tojikistonniki emas. Har bir dizaynda egilgan bezaklarga bezalgan temirlarimiz hammasi har davlatdan zakaz bilan keladi. Shuning uchun zakaz bilan kelgan narsa hamisha qimmat bo'ladi. Yana bitta narsani unutmangizlar aziz aka-ukalar. Oddiy usta bor, tajribali usta bor. Oddiy usta bilan tajribali ustani orasida qancha farq bor? Men sizlarga shuni hozir dalil va faktini ko'rsataman aziz aka. Mana betonchi ustalar bor, mana shu betonni to'kadi. 10 somon, 12 somon, 10 santimetrni 1 metrga, balandligi 10 santimetr, ba'zi birlari bo'lishi mumkin 15 so'mdan to'kadi. Nima uchun? Chunki ularda ishida sifat bor, kачество bor. Mana shu sement blokni olyapsiz, siz 3 somon olasiz, 4 somon olasiz. Usta haq oladi shuni bir donasini terishga. 2 somon olishi mumkin, 3 somon olishi mumkin, 4 somon olishi mumkin. Siz pulni berasiz. Mana qarang. Mana ko'rsating. Mana beton 0, blok 0, hammasi 0. Ana endi buni tajribali usta qilgan bu ishda. Hozir men sizga tajribasi yo'q oddiy ustaning ishini ko'rsataman. Tajribali usta bilan oddiy ustaning orasida qancha farq bor? Hozir o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar aziz aka-ukalar. Mana qarang. Operator bu yerdan sal yaqinroq oling. Qarang. Mana beton, mana beton. Ikkovi ham bitta narx. Ikkoni ham bitta ustaga bergansiz, to'g'rimi? Sizni bitta aybingiz ustani tanlashda adashgansizlar. Shuning uchun aytamanki, hech qachon tanlovda adashmaysizlar aziz aka-ukalar. Siz pulni shunday shupurib olayotganingiz yo'q. Siz rasxod qilyapsiz, sotib olyapsiz. Sizga nima kerak? Kачество kerak. Kачество narsa kerakmi? Hech qachon ustani tanlashda adashmang. Mana blokni qarang. Mana yer 0 turibdi, 2 blok. Mana bu 10 santimetr chiqib ketgan baland. Ko'ryapsiz? Bu yerda na уровень bor, na diagonal bor, na vid bor, na sifat bor. Hech narsa yo'q. Ammo lekin mana shu inson shuncha pul rasxod qilgan managa, bu inson ham shuncha pul rasxod qilgan bu yerga. Prosta bu inson usta tanlashda adashmagan, bu inson usta tanlashda adashgan. Ko'rdingizmi? Ikkalasi ham bir xil rasxod qilgan. Hech qachon usta tanlashda adashmaysizlar aziz aka-ukalar. Ana endi operator ketdi, men sizlarga bugungi reshotkamizni ko'rsataman. Mana bugun aziz aka-ukalar reshotka ustanovka qilgani keldik va nihoyat ustanovkani bo'ldik. Mana hammasi chiroyli, mustahkam bo'lib chiqdi. Mana biron narsa qilmaydi, biron bemalol keling, operator. Sal yaqinroq keling. Mana aziz aka-ukalar, balandligi ba'zi bir insonlar so'raydi, reshotkaning balandligini, perilaning balandligini necha qilasiz? Xohlasangiz aka 80, xohlasangiz 90, xohlasangiz 1, xohlasangiz 1.10. Sizni xohishingiz bilan shu narsani tayyorlaymiz. Buni farqi nimada? Narxi faqat pagonimetr. Mana shu 1 metrga pul berasiz. Balandligini farqi yo'q. Siz nechini xohlaysiz, shu razmerda tayyorlab beramiz. Mana aziz aka-ukalar, mana shunday bo'lib chiqdi. Bu yerlarimiz polni. Sal yaqinroq keling operator. Mana bu yerlarimiz polni hammasi bo'lib chiqdi. Mana bu yerga listsa keladigan bo'lsa, hammasi baquvvat birinchi sort temirdan bo'lgan aziz aka-ukalar. Mana tepaga polikarbonat maydagina ekonomichniy, budjetniy kaziroq qilib qo'ydik. Oyoq kiyimlar ho'l bo'lmasligi uchun. Mana shunday aziz aka-ukalar reshotka xizmatlari bo'lsa, reshotka emas, endi Master Pirilodan yangi Pirilo. Mana shunday Pirilo xizmatlari bo'lsa,
uylarni oldiga darvoza kerak bo'lsa, uylarni oldiga uzun ferma kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yaqinda xudo xohlasa uzun ferma qilamiz. Buni ham yaqin tez kunlarda videorolik qilamiz. Hammasini ko'rib o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Xatman mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying aziz aka-ukalar. Like tugmachasini bosib qo'ying. Не только YouTube'da, TikTok, Instagram, Odnoklassnik, boshqa saytlarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni kanalimiz bor. Master Perilo 04 deb yozsangiz, hamma saytda chiqib keladi. Hamma kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ying aziz aka-ukalar. Nima deb qolaman? Mana shunday dizaynlarda kimgaki reshotka kerak bo'lsa, Perilo, Master Perilodan yangi Perilo. Kimgaki uzun ferma kerak bo'lsa, darvoza kerak bo'lsa, hech qachon aziz aka-ukalar tanlovda adashmangizlar. Hozir ham aytaman, keyin ham aytaman, bizning narximiz bozordagi narxdan sal baland turadi aziz aka-ukalar. Sababini men sizlarga video rolikda boshida tushuntirib o'tdim. Bu yerga orqa tomonga bir kalitka ham ustanovka qilgandik, uni ham hozir ko'rsatib o'taman. Biz qanday ishlaymiz aziz aka-ukalar? Biz telefon qilasiz, WhatsAppga murojaat qilasiz. Telefon qilsangiz, telefonga javob berishga imkoniyat bo'lmaydi. Nima uchun? Ba'zi bir ishlaydigan joylarimizda svet yo'q, ba'zi bir joylarda svet bor. Dvijok bo'ladi, bolgarka ishlaydi, perforator ishlaydi, instrumentlar ishlaydi. Telefonda ovozini eshitmaymiz. Nima deb qolaman? Nimaiki murojaat kerak bo'lsa, nimaiki savollaringiz bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz, WhatsAppga yozib qoldirasiz. Men sizga 24 soat ichida ishdan chiqib olib, bemalol har birlaringizga javob berishga harakat qilaman. Bizning ishimiz qanday? Siz murojaat qilasiz, biz uyingizga boramiz, razmerda olamiz, qaytamiz. Tamom. Sizdan to'lka pul, soqqa, tamom, boshqa hech narsa kerak emas. Biz o'zimiz materialni olamiz, hammasini ishxonada tayyorlaymiz, kraskalarni hammasini nol qilib tayyorlaymiz. Shunday kelamiz, ustanovka qilamiz. Mana shu yerga polni reshotkani ustanovka qildik. Hozir zakaz chiqdi, o'zi umuman xabari yo'q bu narsadan. Hozir zakaz chiqqan bir prank qilamiz. Zakazchiga telefon qilaman, akajon deyman, yanagoy ustanovka qilaman deyman. Уже asabi sal ko'tarilgandan keyin tappa videoni tashlab qo'yaman, ko'ngli to'q bo'ladi. Ketdik, hozir endi kalitkani ko'rsataman. Mana shunday darvozami, mana shunday kalitkami, kerak bo'lsa molxona, oshxona, nimaiki farqi yo'q umuman. Bizda uyat degan narsani o'zi yo'q. Xohlasangiz hojatxonaga ham eshik zakaz qilishingiz mumkin. Nima deb qolaman? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xatman mana shu videomizga bitta like deb bosib, WhatsApp guruhlarga podelиться qiling.